Qaysi modelni esingizdan chiqarsanglar ham, menimcha bu esdan chiqib ketmasa kerak. Mana buni bitta ovozini eshitinglar. Hali ham aktualda. Oxirgi payt Rolex Submarine emas, faqat GMT Master modellari kelgani uchun Submarine chetda qolib ketdi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, yo'q, adashasizlar. Bu soatda o'zini lichniy klientlari bor va haligacha bu soatga talab bor. Xo'p, soatimiz Rolex brendiga tegishli Submarine modelining B kopiyasi bo'ladi. Soatimizning tashqi taraflari oynasi mineral bo'ladi. Siferblatda ichdagi strelkalar hammasi fosforli bo'ladi. Yon obodoklari ham aylanadi, xuddi o'zini A kopiya va originallariga o'xshab. Soatimizning korpuslari, remeshogi, zastoshkasi har bir metalliq quyma bo'ladi. Bu modelimizning ichki siferblati juda ham skromniy qilib ishlangan, ya'ni faqat mexanizmlari ko'rinib turadi. Xo'p, bu soatimiz mexanika avtopodzavod qo'l harakatiga ishlaydi. Bu soatimizni o'zidan tashqari remeshoglariga keladigan bo'lsak, tank stilda qilingan, qo'lga juda ham qulay. Zastoshkalariga keladigan bo'lsak, bir taraflama avtomatik bo'ladi, xuddi o'zini original va A kopiyalariga o'xshab. Bu soatimiz sotuvda ikki xil rangda mavjud. Tony siniy va shunaqa legendarniy yashil rangda. Buni sizlar bemalol izohda yozilgan narxda yoki boshlang'ich to'lovsiz xarid qilsanglar ham bo'ladi.